Siz uyingizni aboy qilmoqchimisiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Yangi kelgan bu moyshi aboylarni sizga bitta ko'rsatib aytib o'tib ketaman. Bu Venesianka fakturali aboyni siz mehmonxonalarga va boshqa joylarga o'rnatishingiz mumkin. Albatta, ramkalar ichiga ham hozir juda ham ommalashgan yopishtirish. Xo'p, xuddi shu aboyimizni boshqacha rangidan ko'rsataman. Bu ham moyshi aboy, rangi jicha boshqacharoq, zarlari to'kilib tushmaydi. Narxi esa atiga 199 mingdan va boshqa aboylarni ham ko'rib chiqamiz. Bu esa Turkiya polmoyshi aboylari. Bularni ham bitta ochib ko'rsataman. Rossiyaning moyshi aboylari, buni yotoqxonalarga bemalol yopishtirsangiz bo'ladi. Buni bolalar xonasi yoki ayollar yashaydigan joyga qo'ysangiz bo'ladi. Bu ham Rossiyaning Atachento fakturali aboylaridan. Xuddi shu bagli moyshi aboyimizga kombinatsiya qilib, xuddi shu однотонный aboyda ishlatsa bo'ladi. Aboylarni yopishtirishda foydalanadigan klaylarni ham albatta Domstroydan xarid qilishingiz mumkin. Bu aboyni qaysi xonalar uchun yopishtirgan bo'lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xullas, Domstroyda aboylarning xillari juda ham ko'p. Kelib, oilaviy ko'rib, tanlab xarid qilsangiz bo'ladi. Hammalaring Domstroyning barcha filiallarida kutib qolamiz.